Ko'p-to'q o'ynayotib, qizimni boshiga tegib, shunga ehtiyot bo'linglar deb aytayotgandim. Bolajonim boringlar, sizlar ko'chada o'ynanglar. Boringlar. Menga qara. Nima qildi? Boshiga tekkan bo'lsa, boshi yerga uzilib tushdimi? Ne bolaga baqirasiz? Baqirmadim, opajon, shunchaki aytdim. Menga qara. Undan ko'ra, shunchaki aytgandan ko'ra, borib hammom bilan tualetni tozalab qo'y. Men oshxonani yig'ishtirib qo'yganman. Hozir biroz mazam bo'lmayapti. Menga qara. O'lib qolmaysan. Aytganimni qilishga majbursan. Men sizning xizmatkoringiz emasman. Bilmadim-u yoshligingda qanaqa o'sgansan. Balki kukla Barbie bo'lib o'sgandursan. Lekin bu uyda men uchun oddiygina cho'risan. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Kerak bo'lsa, o'zing qil. Yur qizim. Voy, yaraqasi. Shoshmay, tur. Tushunmadim. Ay, yaramas. Oyisi? Ay, qo'limda dadasi. Kelin! Yana qo'l ko'tardingizmi? Yana qo'l ko'tar. To'xta. Yomon qilmadingmi? O'tirmam, o'tirgin. Ey, menga qarang. Yana qo'l ko'tardingizmi opangizga? Qo'l ko'tarmadim. Qo'l ko'tarmadingizmi? Menga qarang. Qo'l ko'targan qo'llaringizni sindirib tashlayman, tushundingmi? Nima bo'ldi yana? Ay, qo'lim. Nima qilish? Nima qildi qo'lingizga? Qo'lim sindi. Oyi, qo'li sinibdi keliningizni. Men buni dastidan qo'li sinibdi keliningizni. Bekordan bekorga qo'l ko'tarmagandir. Nega meni yomon ko'raverasiz, ha? Sizga nima qildim? Har doim shuni tarafini olasiz. Seni ham tiling uzun. Shuning uchun. Oyi, yomon bo'lsa yerda yotarmidi? Yomon bo'lsa yerda yotarmidi? Yerga yotqizib urardi buni. Dadasi, iltimos, hozirgi qo'ng'iroq